Jigarni o'ziga qilish qanchalik muhim? Ko'pchilik menga savol berishadi, nima uchun o'ziga qilish kerak va qancha davomiylikda o'ziga qilish kerak deb. Jigar o'zisi bizani doktorlar uchun bu juda ham muhim. Chunki jigarda nimani aniqlaydi? O'tda o'sha jigarni chegaralarini aniqlaydi, jigarni hajmini aniqlaydi, tekislik, notekislikni aniqlaydi, har bitta qirrasini qanaqa bo'lishini aniqlaydi. Undan tashqari o'sha yerda portalniy gipertenziya deyiladi, ya'ni qizil o'ngachni kengaygani, haligi holati qanaqadaligini aniqlab beradi. Nafaqat jigarni o'zini, balkim boshqa organlarning ham holatini aniqlab beradi. Bitta odamda brushnoy polus degan, ya'ni uni holatiga o'sha o't pufayni holati, oshqozon osti bezi va qora talolar juda ham ahamiyatga ega bo'ladi. Nima bilan fibroskan bilan ajraladi? Nima farqi bor? Bu savol juda ham ko'p kelyapti. Buni aytishimiz mumkin. Fibroskanda bu to'qma darajasida jigarni holatini aniqlaydigan apparat bo'lib, u yerda o'sha jigar to'qmalari parchalanganda jigarda chandiq hosil bo'ladi. Chandiqni darajasi qani ayrim holatlarda o'ng tarafida chandiq ko'proq bo'ladi, pastki qismlarida esa ayrim holatlarda kamroq bo'ladi. O'sha har bitta bo'lakchalarida jigarmi to'qmasida chandiqni aniqlab beradi va shu bilan birgalikda yog'ni darajasini aniq etib beradi. Qaysi to'qmada qanaqa yog' to'plami qanaqa darajada deb.